Salom do'stlar, bugun men mashina Minecraft Robloxda o'ynayman. Albatta bu ikkinchi qism. Yo 3 qismdan iborat bo'ladi do'stlar. Mazza qilib o'ynaymiz. Voy! Meni quvlama, men o'lib ketaman. Quvlama meni. Bu albatta sichqondan qochish ikkinchi qism. Uchinchi qismini ham olamiz. Yaramas hammaga. Voy, o'ldirib ketdi. Do'stlar, buni qayerda olganimni bilmayman. Bir ikkita aloqat. Birat qotib qoldi internet. Yugurayapti lekin qotib qolgan holda. Voy qotdi. Yema bu yerda kamchiligi bor ekan, bu yerda ikkita qo'yib qo'yibdi. Qanday ahmoqgarchilik. Mana ahmoqlar shuni qo'yadi. Mana bir ko'zli kalla bor makkajo'xon. Mana devga aylanaman. Iyo, silem ko'zlar. Mushak chiqdi. Qoch! O'ldim. Nimalar chiqib ketdi? Yashil niqoblarmi yoki oldingi tanam? Ey! Bo'qish. Qaysi ahmoq? Shunday qiladi, qoch! Uni kallasi deyarli suv o'tiribdi. Men o'ydiga beraman xullasdan. O'zim skinimni aytaman. Ana, buni yaxshisi. Cham qotdi. Otvordi. E'tiborlilar. Xayr, ikkinchi qism tugadi. Men qaq kelib ketdim o'z. Qizovingiz chiqyapti. Ay, kokola koki. Ibisudida ko'p. Eshikni qachon ochamiz? 5 4 3 2 1. Ochildi. Nima eshik ochilmayapti? Men tanlayman deyapti. Nima bu yo'qolmaydi? Yo'qotish kerakmi? Deyam zo'r o'xshaydi. O'lib ketdim. Bu qanday kalla varamlar o'yini? Shu yerdan buni qiyin sinov deb atayman. Qiyin sinov. Ikkinchi qismini ko'rishni tavsiya beraman. Xayr, sog' salomat bo'ling. Like va obuna bo'lishni unutmang. Qo'ng'iroqcha emasdan chiqmas.